Qozog'istonlik Uyg'urlar 21 may kuni Almuta shahridagi Do'stlik sarayida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuriy Turkalni kutib olish va uchrashish murosimi o'tkazdi. Uning uchun maxsus kutib olish murosimi uyushtirgan Qozog'istondagi eng chong Uyg'ur ommaviy tashkiloti hisoblanadigan Cumhuriyetlik Uyg'ur Intom madaniyat markazi Nuriy Turkalga butkul Qozog'iston Uyg'urlar nomidan hurmat bildirib, Uyg'urlarning milliy tonini kiydirdi. Amerika Avam Palatasining Xitoy strategiyasiga aloqador bir komitetning vakillari Angliyani ziyorat qilib, London hukumatini Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishga chaqirdi. Amerika Avam Palatasida yangidan ta'sis qilingan Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat komitetining raisi Mike Gallagher boshchiligidagi vakillar hay'ati Angliyani ziyorat qilgan. Amerika vakillari ziyorat davomida Angliya taraf bilan Xitoyning tahdidiga taqobil turish masalasini muzokara qilish orqali Angliyaning Hong Kong masalasida Xitoyga texmi qattiq qo'l bo'lishini va Xitoyning Sharq Turkistondagi qattiq bosqirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni umid qilganligini bildirgan. Kanadadagi eng chong ommaviy kutunish fondlarining Xitoyga solgan mablag'lari bu mablag'larning Uyg'urlarni bostirishga ishlatilganlik haqidagi qarashlar va ikki davlat munosabatining nacharlashishi bilan texmi qattiq tekshirilmoqda. Yaqında Ontario o'qituvchilarining yashanğanda kutunish fondi va Kolumbiya mablag' selishni boshqarish shirkatining vakillari Kanada-Xitoy munosabatini tekshirayotgan parlament komitetiga o'zlarining Xitoy bilan munosabatlik xavflarining kuchayishi sababidan bu davlatga bevosita mablag' selishni to'xtatilganligini aytgan. Uyg'urlarning huquqini qo'g'dash turining ijroiya mudiri Mehmet To'xtining aytishicha, Kanadaning kutunish puli Xitoy hukumatining o'z xalqiga ziyonkashlik qilishiga foydali yoki yordam beradigan shirkatlarga mablag' selish xavfiga duch kelgan. Turkiyada 5-ayning 14-kuni o'tkazilgan prezident saylovining birinchi bosqichida 5,2% biletga erishgan prezident kandidati Sinan O'g'an prezident saylovining ikkinchi saylanmasida Recep Tayyip Erdo'g'anni va Cumhuriyet ittifoqini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Angliya bosh ministri Rishi Sunak Xitoy yer shari bexatarligi va gullanishi uchun dunyodagi eng chong masalani paydo qildi. Ammo boshqa oldin qatordagi iqtisodiy gavdalar Xitoydan uzil-kesil ayrilishga urinmaslik kerak dedi. Sunak Hiroshimada o'tkazilgan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inidan keyin muxbirlar qilgan so'zida Xitoy yer shari bexatarligi va gullanishi uchun davrimizdagi eng chong raqobat shakllantirdi. Davlat ichida borgan sir mustabitlashib, chet ellarda ta'sirini oshiryapti dedi. Gretsiyada o'tkazilgan cho'ng saylovning g'ayri-rasmiy natijasiga qaraganda G'arbiy Trakiya rayonidan kelgan 4 turk kandidat parlament a'zosi bo'lib saylangan va parlamentga kirish salohiyatiga erishgan.